dasturimizga xush kelibsizlar. Hammani ko'rganimdan nihoyat juda ham xursandman. Sizlar uchun juda ham qiziqarli seminar tayyorlab kelganmiz. Bundan tashqari bilasizlar, har yili biz konkurs qilamiz. Konkursda bugun birinchi o'rin sovrindoriga Umra poyezdkasini taqdim etamiz. 10 kunga Umra sertifikatimiz bor. Ikkinchi o'rin sovrindorimizga bizda 5 million so'm pul sizlarga naqd, toza, original mana olib keldik. Shuni beramiz ikkinchi o'rin sovrindoriga. Uchinchi o'ringa esa televizor. Gretsiyadan korxonani eng katta rahbarini o'zi keldi. Ismlari Mihalis. Ta'sira bilan chiqarib qo'ydik. Bundan tashqari ushbu mana shu hamma oziqalarni formula qilib yaratadigan eng katta R&D menejer rahbari ismlari Nikolas. Good morning and thank you everybody for being here. Assalomu alaykum. Rahmat kelganingiz uchun. For us, we are very proud to be here in Uzbekistan. Uzbekistan is the first country that Agrology started exporting to in 2007. Biz uchun juda ham katta sharaf shu yerda bo'lish. Agrology korxonasi O'zbekistonga birinchi bo'lib gellarning oziqasini eksport qilishni boshlagan. Sizga ikki og'iz aytaman. Mana bu yerda telefon nomeri bor. Ushbu telefon nomeriga ushbu sertifikatni taqdim etsangiz, siz borasizmi, onaxon boradimi, любой odamni umriga 10 kunga bu sertifikat. Ushbu sertifikatni taqdim etsangiz 10 kunga data bilan kelishib umraga qolagan vaqtingizga yo'l olsangiz bo'ladi. Marhamat, tabriklaymiz yana bir bor. Rizvan kompaniyasini alamida sortilayotganmiz. Ko'proq miqdorda deb ko'rsam bo'ladi. 3 gektarlik distansiya ekamiz. Yaxshi natija oldik. Endi sizlarga buni gapirish kerak yo'q, bu ko'p yillik davomida sinalgan sort. Trendda turibdi hozir bozorda ham, bu bozorga ham kelyapti. Kerak bo'lsa xaridor o'zi kutib oladi-yu buni. O'zingiz tanishtirib qo'ying, qayerdansiz yozayapsiz? Men Andijon viloyati Oltingul tumani Ko'makay qishloq fuqarosiman. Ismim Jakbar Muhammadiz. Hammaga omad, hammaga nasib qilsin. Janob Sardor, videoga ega. Pullaringlar mana ko'ryapsizlar. Sardorbek kontaktini yutib berib bo'ladi. Sardorbek, tabriklaymiz. Dehqonchiligingizga undan ham baraka bersin. Mana sizga 5 million pul. Salafan yo'q, shunda ko'rib turibsiz. Keling. Javob Rizvan kompaniyasini alamina, chinto sortlarini ekkanmiz. Baraka topdik. Xudo xolasa o'zimiz ko'chat chiqaramiz, ko'chatchilik asnosi sohamiz. Yaxshi, hammaga tavsiya qilaman ekishni. Uchinchi o'rin sovrindori, mana
o'zingizni chiqib tanishtirsangiz. Bu televizor sizga tabriklayman. Alamina Fortuna ekuvdik 12 mingta. Bu yil birinchi marta ekishimiz Chinto anaqada ekilgan. Yaxshi oldu, bizga yoqdi. Hammaga ekishni tavsiya Yana bir odamning hosili juda ham bir ajoyib bir, juda bir ota bola yaxshi mehnat qilishgan ekanda, natija ham zo'r bo'lgan. Ota bolaga beraylik. Shu yana bir 3-o'rin sovrindorimiz shu Tursun Hoji Kamollarda. Tursun Hoji qani siz? Sizga mana 2 pachka alamina sizga taqdim qilmoqchimiz. Tabriklaymiz. Alamina sortini uzaylarlarda ekanmiz. Fasildorligi yaxshi. Hammaga tavsiya qilamiz. Sizlarga ham shu kunlarga yetish nasib etsin. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Bitta Sardorga jo'natib xolos, boshqa hech kim tashamadi. Shuning uchun Sardorga televizor beradi. Sardor aka, Alloh suygan banda ekansiz. Juda ham omadli inson ekansiz. Mana bitta emas, 2 ta priz bilan ketyapsiz. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga o'ting. Endi hurmatli fermerlar, hurmatli dehqonlar, nima sizlarga tilab qolaman? Keyingiz ishtirok etishni, kelinglar ko'proq odam ishtirok etsin. Alamina Chinto naviga keyingi yili yana Umra safarini albatta birinchi o'ringa, Umra safari ikkinchi o'ringa 5 million so'm mukofoti, uchinchi o'ringa esa televizor mukofotini albatta qo'yamiz. Shu sababli harakat qilinglar, mehnat qilinglar. Kim biladi, Alloh bersa shunaqaki hosildan ham beradi, bu yerdan markaga yo'linglarni ham ochib oladi.